va ishonch yo'qoladi. Shuning uchun Alloh taolo panoh bersin bu ishlarga. Biz Hazrat Umar roziyallohu anhuning gaplarini ko'p eshitamiz. Bir inson haqida so'raganlarida bu insonga nima deysiz deganlarida bu inson yaxshi inson, ishonchli odam, iymon e'tiqodli odam deganlarida yo'q, sen uni bilmaysan dedilar. Sen uni masjidda namoz o'qiganini ko'rgansanmi deganlarida ha, masjidda namoz o'qiganini ko'rganman deganlar. Yo'q, unda sen aldanishing mumkin. Sen u bilan safarda birga bo'lgansanmi? Sen u bilan biror narsani oldi-berdi qilgansanmi? Sen agar oldi-berdi qilgan bo'lsang, savdoda xiyonat qilmagan bo'lsang, safarda birga bo'lsang, safarda senga muruvvatni xayrixoh bo'lgan bo'lsa, demak o'sha seni o'shanda baho bergan bahoing to'g'ri bo'ladi. Lekin masjidga namozga kelishligi, demak masjidda ko'rganing, ibodat qilayotganini ko'rganing u haqiqiy baho emas dedilar. Demak bu ibodatda emas ekan, insonda asl tabiati insoniy munosabatlarda ko'zga ko'rinar ekan. Demak shuning uchun ham siz bilan biz mo'min musulmonlar eng muhimi ana shu ko'chada o'zimizni iymon e'tiqodimizni namozda, masjidda qanday bo'lsak, doim shu gapni gapiramizki, ko'chada insoniy munosabatlarda, ijtimoiy munosabatlarda ham ana shunday bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Bugun mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali insonlarni aldab, turli firibgarlik yo'llari bilan odamlarni yomon, ularni holatlaridan foydalanishga harakat qilayotgan holatlar ko'payib borayotgani afsuslanarli hol. Ular turli aldov yo'llar orqali odamlarning molini qo'lga kiritmoqda. Masalan, yolg'ondan biror bir bemor kishining suratini qo'yib yordam so'raladi va pul to'lash uchun kartalar joylashtiriladi. Bunga ishongan kishilar kartalarga pul jo'natishadi. Shunday qilib xolis kishilarning mablag'lari firibgarlar o'zlashtirishiga sabab bo'ladi. Bunday holatlar juda ko'payib ketdi. Biz avvalgi suhbatlarimizda ham, juma suhbatlarimizda ham bu mana shu Ramazon oyida bir necha marta shu mavzuga to'xtaldik. Undan keyin ham bu borada Ramazondan keyin ham hali bir oy bo'lgani yo'q bu mavzuga. Yana aynan shu mavzuga kelinishining sababi nima? Bugun jamiyatda shu firibgarlik oshib borayotgani, jinoyatchilikning katta qismi mana shu kiber jinoyatda 70% jinoyatlar mana shu o'g'rilik va firibgarlik jinoyatining 70% bank kartalari orqali firibgarlik, o'g'rilik jinoyatlari sodir bo'layotgan. Bugun agar ana shu internet orqali mana shu bank kartalari orqali pullarni agar o'marish, firibgarlik qilib pullarni olish agar to'xtatiladigan bo'lsa 70% jinoyat kamayadi degan. Demak, buning uchun ham siz bilan biz ham hushyor bo'lishimiz kerak. Musulmon, mo'min musulmon kishi haqiqatda holatni bilmasdan turib o'ylaymiz, mana shu internet orqali ko'p odamlarni yaqinda bir kishi murojaatlar, domlaga mana internet orqali bir masjidni kartalari qo'yilgan ekan, falon joyda qurilish ketyapti degan. Shunga kartasiga pul tashlab bersak bilan boshqa bo'layapti. O'zimizda mana shu jamoatga keladigan odam aytdim, sen boshqa joyda qo'y. Mana o'zimizda masjid, endi kelib ko'r, mayli senga agar puling ko'payib ketgan bo'lsa, yordam qiladigan ishni aytaman. Pul to'lanadigan joyda aytaman, borib to'laysan, masjid qarzidan qutulasan, qutulishga yordam bergan bo'lsa. Agar yo'q, o'sha viloyatga borib xizmat qilib, o'sha masjid qurilishiga, bizning masjidimiz qurilishi bitib qoldi-ku, falon o'sha ular masjid qurilishi to'xtab qoldi degan. Mayli, kartasiga pul tashlama. Sen bor, agar himmating bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyga borib ko'r. Asl vaziyatni ko'r, vaziyatni bilib, ko'rib, undan keyin mablag'ingni tik. Bugun internet tarmoqlarida turgan yozuvlar, masjidni rasmini qo'yib turib, bola masjid qurishiga yordam bering deyishlar, yoki bir kasalda rasmini qo'yib, tagiga o'sha kasallik varaqalarini qo'yib, falonchiga og'ir ahvolda yordam beringizni so'rayman deyotgan narsalar, ularga aldanma. Bular bunaqangi firibgarlik holatlari bugun juda ham ko'payib ketdi. Haqiqatda shunaqangi kasal holatda yotgan
o'zingni qo'shning, mahallang, atrofingdagi odamlardan agar ortib qolsa mayli olib borib ber. Sadaqalar, xayr ehsonlar yaqindan boshlanishi kerak. Bu haqda ko'p gapiriladi, ko'p gapiramiz. Avvalambor har bir qilinadigan yaxshilik, mana qancha Qur'oni Karim oyatlarida yaxshilik haqida gap ketganda avvalambor o'zidan boshlash kerak degan. Ota-onaga yaxshilik qilish kerak degan. Qarindoshga yaxshilik qilish kerak, qo'shniga yaxshilik qilish kerak. Agar tartibga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda kelgan muruvvat qilishimizga haqli bo'lgan insonlarni ro'yxatiga qaraydigan bo'lsak, agar o'sha ro'yxatdagi odamlarni atrofimizdan qidiradigan bo'lsak, o'zi mahallamizdan tashqariga chiqa olmaymiz. Mahallamizdan ortmaydi o'zi. Shunaqa muhtoj yordam berishimiz kerak bo'ladi. Yoki qarindosh urug'imizni o'zidan ortmaydi. Bugun ana shunday holatlarda demak bilib turib e'tiborsizlik bilan ana shunday gunohlarga, demak firibgarlikka sabab bo'lmaydi. Demak bizning bee'tiborligimiz osongina borib kim qayerda masalan bir muhtoj odamni izlab yuramanmi, undan ko'ra tayyorgina uyda o'tirib telefonda shundagina tashlab olaman, qutulaman, bir niyat qilgan sadaqamni beraman, qutulaman deyish bu xato. Balki bir so'm sarflasak ham o'rniga tushsin, joyiga sarf bo'lsinki, shu erta qiyomatda biz uning uchun ajr olaylik. Dunyoda bir so'm pulni bir joyga sarflab bir narsa sotmoqchi bo'lsak, 10 joydan so'raymiz-ku, hamma tomondan surishtiramiz-ku. Nega erta oxiratimiz uchun bo'ladigan savobli ishga mablag' tikayotgan paytda bunga bee'tibor bo'lishimiz kerak. Azizlar, mana shunaqangi firibgarlik holatlaridan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hozir mana shu jumaga tayyorlanish jarayonida huquqni muhofaza qiladigan organ xodimlaridan birlari aytib beryapti. Yaqinda mana shu Mas'ud bozorini oldida hammamiz biladigan odamlar o'sha uylarni tagiga email deydi, bunday kuchukcha deydi, yozib deydi, qo'yibdi, sizga ish taklif qilamiz deydi. Keyin biz deydi, unga boshqa bee'tibor bo'lamiz deydi. Keyin deydi, rahbarlardan kelib, nega bu narsa, qanaqa, qani tez o'sha internetga o'sha narsani teradigan bo'lsa, darhol adres chiqadi. Qayerdanligi, nimaligi. Uni mutaxassislar shunday tejab ko'rsa, Ukrainadagi bir korxonani adresi berilib, o'shaga ishga taklif qilinayotgan ekan. Falon $1000 ishga taklif qilamiz. Bu urushdir, balki boshqadir. Xullas, notin joyda katta mablag'ni bekorga tikib qo'ymaydi. Uni surishtirsak deydi, u O'zbekistonda emas, chet elda ekan. O'sha reklama yozuvlarini tarqatish uchun, yopishtirish uchun deydi, har bir tarqatgan, yopishtirgan narsa uchun falon dollardan pul olgan o'sha reklamani tarqatgan odam. Demak, mana shunday firibgarliklarni ta'siri bugun shahrimizda, bugun yurtimizda shu kuzatilib turganligi va bu narsalarga bee'tibor bo'lmasligimiz, balki hushyorligimizni oshirishimiz ayni muddao bo'ladi azizlar. Va bugun bu borada mana shu huquqbuzarliklarni profilaktikasi, jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida muhtaram prezidentimizni qarorlari qabul qilindi. Davlat organlari va keng jamoatchilik oldida turli muhim vazifalar aniq va ravshan belgilab berilgan. Firibgarlik jinoyatining bugungi kunda keng tarqalgan yana bir ko'rinishi poraxo'rlik hisoblanadi. Poraxo'rlik deyarli har bir sohada ildiz otgan razil illatdir. Ba'zi pastkash kimsalar o'z vazifalarini suiiste'mol qilib, shaxsiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ygan holda davlat mol-mulkidan foydalanishi, jamiyatning turli xil jabhalarda o'sish va rivojlanishdan to'xtab qolishi, oddiy xalqning islohotlarga bo'lgan ishonchining yo'qolishi, odamlarning o'z hayotini o'zgartirishga qaratilgan tashabbuslarning yo'qqa chiqishi singari o'ta salbiy holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar: "La'anallohu ar-roshi wal-murtashi wal-roshi alladhi yamshi baynahuma."
imom Ahmad rivoyat qilgan ushbu hadisda pora bergan ham, pora olgan ham, o'rtasida turgan vositachilik bo'lgan ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom qaralagan inson. Bunday bir misollar qilib aytadigan bo'lsak, ma'lumki davlatimiz rahbari hurmatli Shavkat Mirziyoyev dunyoviy 25 kuni korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. Yig'ilishda yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit yaratish bo'yicha qilingan ishlar baho berilib, kelgusi vazifalar belgilandi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida korrupsiyani islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq va g'ov ekanligini ta'kidladi. Shu bois so'nggi yillarda bu illatga qarshi kurash bo'yicha qonunlar qabul qilinib, yangi tizim yaratildi. Darhaqiqat pora beruvchi jamiyatda berilganga nizomga buzgan adolatli qonun majmuasini o'z foydasiga ishlatgan, haqsizlik qilib ishini bajarib ketgan hisoblanadi. Pora oluvchi vijdonini yegan, nohaqlikka, adolatsizlikka rozi bo'lgan, o'z manfaatini o'ylagan, xalq haqida xiyonat qilgan, xalqning haqqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Bir narsani unutmaylik, rizq o'zimizni talab qilish uchun halol yo'llar turgan bir paytda noto'g'ri yo'l bilan rizq topishga harakat qilganligimiz bizga Alloh taolo tomonidan taqdir qilib yozilgan rizqimizdan ortig'ini qo'lga kirita olmaymiz. Aldov va firibgarlik bilan rizq topayotgan kishi faqatgina gunohkorlik, ikki dunyodagi azob va quvvatdan boshqasini qo'lga kiritmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mol dunyoni go'zal yo'l bilan talab qilish haqida shunday dedilar: ey odamlar, Allohdan qo'rqing va mol dunyoni go'zal yo'l bilan talab qiling. Har bir inson o'zini rizqini mukammal olmagunicha joni uzilmaydi. Unga berilganga rizq biroz kechishi mumkin, ammo baribir keladi. Shuning uchun Alloh taolodan qo'rqing, mol dunyo talab qilishda go'zal yo'lni tanlang deb marhamat qildilar. Alloh taolo har birimizni o'z gunohlarimizni mag'firat aylasin. Jamiyatimiz bu ulamolar aytadi, olamni o'zgartirmoqchi bo'ldim, o'zgartira olmadim. O'zimga isloh qildim, olam o'zgardi. Hammamiz o'zimizda xatoyimizni aybni boshqadan qidirmasdan har bir inson, har bir mo'min musulmon o'zini isloh qiladi degan bo'lsa, jamiyat o'z-o'zidan isloh bo'lib ketadi. Alloh taolo barchalarimizni yaxshilikka muvaffaq aylasin. Alloh taolo masjid sari qo'ygan qadamlarimizga o'zi hasanotlar bersin, duolarimizni qabul aylasin. Suhbatimizning yakuni duo talablarimiz bor. Ularni haqlariga duolarni qilib qo'yamiz. Bu duo so'ragan kishilar